Videomiz homiysi Zver.uz veb-sayti. Tashrif buyuring, eng so'nggi Android ilovalar siz uchun. Oqsillar, yoglar va uglevodlar almashinuvi. Ovqat moddalari tarkibiga oqsillar, yoglar, uglevodlar, mineral tuzlar, suv va vitaminlar kiradi. Shulardan oldingi uchtasi organizmda parchalanib energiya hosil qiladi, keyingi uchtasi esa energiya hosil qilmaydi. Lekin moddalar almashinuvi va organizmdagi boshqa hayotiy jarayonlar normal otishida muhim rol o'ynaydi. Bu moddalarning har biri o'ziga xos fiziologik xossalarga ega. Oqsillar almashinuvi. Oqsillar murakkab molekulyar organik birikma bo'lib, odam organizmi hayotida muhim ahamiyatga ega. Oqsillar quyidagi muhim funksiyalarni bajaradi. Plastik funksiya. Oqsillar odam organizmining barcha hujayralari tarkibiga kiradi. Energetik funksiya. Kislorod ishtirokida oksidlanib energiya hosil qiladi. Fermentativ funksiya. Gormonal endokrin funksiya. Immunologik himoyalash funksiya. Gomeostatik funksiya. Qon, toqima oraliq va toqima ichi suyuqliklarning kolloidosmotik bosimini ta'minlaydi. Tashuvchilik, transport funksiyasi. Qizil qon tanachalari, eritrositlar ning oqsil moddasi, gemoglobin, o'pkadan kislorodni hujayralarga, hujayralardan esa karbonat angidrid gazini o'pkaga tashiydi. Shuningdek, nasl belgilarining avloddan avlodga berilishida ham oqsillar muhim ahamiyatga ega. Oqsillar aminokislotalardan tuzilgan. Ovqatlanish gigiyenasi fanida ma'lum bo'lgan 80 ta aminokislotadan asosan 22 tasi ovqat mahsulotlari oqsillari tarkibiga kiradi. Bular quyidagilar: alanin, valin, glitsin, izoleysin, leysin, metionin, serin, tirozin, trionin, fenilalanin, sistin, asparagin kislota, glutamin kislota, arginin, lizin, asparagin, glutamin, gistidin, prolin, triptofan, oksprolin, stin. Yuqorida ko'rsatilgan aminokislotalar ikki guruhga bo'linadi. 1. Almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar. 2. Almashtirish mumkin bo'lgan aminokislotalar. Almashtirish mumkin bo'lmagan aminokislotalar odam organizmida boshqa ovqat moddalaridan sintez qilinmaydi, ya'ni ular ovqatdagi oqsil tarkibida qabul qilinishi kerak. Avvalgi yillarda almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalarga quyidagi 8 ta aminokislota kiritilgan: valin, izoleysin, leysin, lizin, metionin, triptofan, trionin, fenilalanin. Keyingi yillarda ma'lum bo'ldiki, bolalar organizmida gistidin boshqa moddalardan yetarli miqdorda sintez qilinmas ekan. Ya'ni u ovqatdagi oqsil tarkibida qabul qilinishi zarur bo'lganligi uchun almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar guruhiga kiritilgan. Shuningdek, avvalgi yillarda almashtirish mumkin bo'lgan aminokislotalar hisoblangan tirozin va sistin ham keyingi yillardagi tadqiqotlar natijasiga ko'ra almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar guruhiga kiritilgan. Chunki sistin odam organizmida metionindan, tirozin esa fenilalanindan sintez qilinishi mumkin. Ammo sistindan qaytadan metionin, tirozindan qaytadan fenilalanin sintez qilinishi mumkin emasligi ma'lum bo'ldi. Shuning uchun sistin va tirozin almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar guruhiga kiritilgan. Almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar soni 11 ta: valin, izoleysin, leysin, lizin, metionin, triptofan, trionin, fenilalanin, gistidin, sistin, tirozin. Almashtirish mumkin bo'lgan aminokislotalar soni ham 11 ta: alanin, glitsin, serin, asparagin kislota, glutamin kislota, arginin, asparagin, glutamin, prolin, oksprolin, stin. Oqsillar o'zining aminokislota tarkibiga ko'ra sifatli va sifatsiz oqsillarga bo'linadi. Tarkibida hamma 11 ta almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar bo'lgan oqsil sifatli oqsil deyiladi. Sifatli oqsillar hayvon va parranda mahsulotlarida bo'ladi: go'sht, baliq, tuxum, sut va sut mahsulotlari. Tarkibida almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalarning birontasi bo'lmagan mahsulotlar oqsili sifatsiz oqsil deyiladi. Sifatsiz oqsillar o'simlik mahsulotlarida bo'ladi: guruch, no'xat, loviya, bug'doy, kartoshka, makkajo'xori va boshqalar. Bolalar va o'smirlar organizmining normal o'sishi va rivojlanishi uchun ularning kundalik ovqati tarkibida sifatli oqsillar yetarli miqdorda bo'lishi kerak. Yuqorida qayd etilganidek, oqsillarning muhim funksiyalaridan biri energetik funksiyadir. Odam organizmida 1 gram oqsil kislorod ishtirokida oksidlanib parchalanganda 4-1 kal energiya hosil bo'ladi. Yoglar almashinuvi. Yoglar ham oqsillarga o'xshash odam organizmida plastik va energetik ahamiyatga ega. Bir yog organizmda kislorod ta'sirida oksidlanib 9-3 kal energiya ajratadi. Yoglar ikki xil bo'ladi. Hayvon yoglari, dumba, charvi yoglari, sariyog, baliq yogi, tuxum sarigi tarkibidagi yog kabilar.
O'simlik moylari: paxta, kungaboqar, zigir, kunjut, makkajo'xori, zaytun moylari. Dumba, charvi va tuxum sarigi tarkibidagi yoglarda xolesterin moddasi ko'p. Bu modda ateroskleroz, qon tomirlarining qattiqlashib, mortlashib va torayib qolishi, kasalligi yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun yoshi 40 dan oshgan odam hayvon yogi va tuxumni kamroq iste'mol qilish kerak. O'simlik moylarida, ayniqsa zaytun moyida to'yinmagan moy kislotalar bo'lib, ular xolesterin moddasini eritadi va uning organizmdan chiqib ketishiga sharoit yaratadi. Shuning uchun o'simlik moylari yoshi ulgaygan odamlarda ateroskleroz kasalligining oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Odam organizmining fiziologik ehtiyojiga ko'ra, bir kecha-kunduzgi ovqat tarkibida yog va oqsil miqdori deyarli teng bo'lishi kerak. 80-100 ongi. Kundalik ovqat tarkibida yog yetishmasligi bolalar va o'smirlar organizmining o'sishi va rivojlanishi sekinlashuviga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, yuqumli kasalliklarga, tashqi muhitning noqulay ta'sirlariga chidamlilik pasayadi. Odamning sovuqqa chidamliligi, aqliy va jismoniy ish bajarish qobiliyati kamayadi. Aksincha, yoglarni normadan ortiqcha iste'mol qilish odam semirishiga sabab bo'ladi. Ortiqcha yog teri ostida, charvida, yurak va buyrak atrofida to'planadi. Semirish odamning ish faoliyatini pasaytiradi, sog'ligini zaiflashtiradi. Uglevodlar almashinuvi: uglevodlar odam organizmida asosan energiya manbai bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa jismoniy ish bajarilganda ular birinchi bo'lib parchalanadi va hujayra to'qimalarni, ayniqsa muskullarni ish faoliyati uchun zarur bo'lgan energiya bilan ta'minlaydi. Bir uglevod kislorod ta'sirida parchalanib 4-1 kal energiya ajratadi. Uglevodlar asosan o'simliklardan olinadigan ovqat mahsulotlarida ko'p bo'ladi. Non, kartoshka, mevalar, qovun-tarvuz hamda shirinliklarda. Katta odamning bir kunlik ovqati tarkibida 350-450 uglevod bo'lishi kerak. Ovqat tarkibida iste'mol qilingan polisaxaridlar shaklidagi uglevodlar ogiz boshligida ptialin, oshqozonchaklarda amilaza fermentlari ta'sirida monosaxaridlarga parchalanib, qonga sorilgach to'qima va hujayralarga yetib boradi. Kislorod ta'sirida parchalanib energiya hosil qiladi. Qon tarkibida monosaxarid shaklidagi uglevodlar, glyukoza ning miqdori normada 80-120 mg bo'ladi. Odam och qolganda, ya'ni uzoq vaqt davomida jismoniy mehnat bajarganda qonda glyukoza miqdori kamayadi. Bunday vaqtda charchash belgilari yuzaga keladi. Bosh aylanadi, ko'z tinadi, terlaydi, umumiy holsizlik seziladi. Aksincha, shirinlik ko'p iste'mol qilinganda qonda glyukoza miqdori ko'payadi. Me'da osti bezi kasalligida undan ajraladigan insulin gormoni kamayib, qondagi glyukozani glikogenga aylantirish jarayoni buziladi va qandli diabet kasalligi yuzaga keladi. Uglevodlarni asosan polisaxaridlar, kraxmal, glikogen, non, kartoshka, dondan tayyorlangan ovqatlar shaklida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Chunki bu mahsulotlar odam organizmida asta-sekin oksidlanib parchalanadi va zarur bo'lgan energiyani kun davomida organizmga yetkazib beradi. Monosaxaridlar glyukoza, fruktoza, galaktoza, shakar, konfet, murabbo, asal kabilar shaklida iste'mol qilinadigan uglevodlar tez parchalanadi. Ular uzoq muddat davomida ko'p miqdorda iste'mol qilinsa, organizmda yogga aylanib semirishga sabab bo'ladi. Ayniqsa jismoniy mehnat bilan shug'ullanmaydigan odamlar semirishga moyil bo'ladi. Jismoniy mehnat, jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanuvchi odamda uglevodlar me'yoridan ortiqcha qabul qilinsa, uning parchalanib energiya hosil qilgan qismidan qolgani glikogenga aylanadi. Glikogen muskul tolalarida va jigarda to'planadi va odam jismoniy ish bajarganda yoki och qolganda parchalanib energiya hosil qiladi. Chiniqqan sportchilarning muskullarida glikogen zaxirasi ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ular uzoq vaqt davomida og'ir jismoniy mashqlarni bajarish qobiliyatiga ega bo'ladi, tez charchab qolmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang.